Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshir qattiq to'layman. Manga kuch-quvvat ato qildi! Bu çağda yolvaz, eriş yollusuga aylanıdı. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanıman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatotberi so'zsiz. Yasavul, Dinkin va Oko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilanta qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. O yalğız Munar diyen bir günün bekar ötüp gitti. Men Malayka, Taşıq tağdaki parasetlik Hazret Toruğluq. Köğünü bölünüp ketken kişiler bir de azaplanmaktı mı? Ah güzel değil ha, seni bek sevindim. Seni yeni bir köze, sana erişsem kandak yaxşı boladı ha. Şoğunu sen beni red kıldın. Padişahımın muhafazaçılar etirtip girişi makul ködü. Mening bilan to'y qilishga unumidi. Ah, bu nemi degan tangsizlik. Men sehrim orqali har qanday narsaga erisha oldim, lekin sana erishamadim. Malayka, sening boshqishing yo'qdi. Kalin, men seni chaqirmadim-ku. Men qandaqdir bir shapini anglab, sana yordam kerakmikin debdimi? Sen xato o'ylabsan. Bu yerdan hozirlik et. Birdamdan keyin men sana sehrgarlik dars o'taman. Bo'ladi, Malayka. Deylan, ajabmi ko'gim keldi. Biroq uning meni burunqidek rad qildiganligini bilib turibdimi? Shundaqdim uni bek ko'gim keldi. Bu arzuyimga yetish uchun hech narsani ayamayman. Seni qarşılamam Malayka. Sen kim? İsmim Lokis, xo'jayinim evetken favqulodda elchiman. Undaqda senin xo'jayining kim bo'ladi? Uning ismini bilishing hojasiz. Mo'yni o sening diylog'i bo'lgan muhabbatingni tamoman tushunadi. Uni qo'lga keltirishingga yordam beradi. Rasma, qanday qo'lga keltirma? Bu bedel berish masalasiga taqiladi. O talab qilgan bedel intayin yuqori. Har qanday bedel to'lashni yonmaymi? Yaxshi. Amisa tutishdiqa. Bu nima? Bu bir kelishimning rasmiyati xolos. Endi o'z ishimizni boshlaylik. To'xta. To'xta. Nima ish qilyapsan? Darhol to'xtat. Bu biz talab qilgan bedelning bir qismi Malayka. Uning sen bu yerda qo'shilgan-ku. Men ekinzorligimni buzishga zodi qo'shilmayman. Agar sen darhol to'xtatmasang, sehr bilan to'xtaman. Sen Bu bir ogohlantirish bo'lsin Malayka. Hozirdan boshlab bu yerga men ega. Malayka, qaraganda hiliq qo'rqinchli ablah seni bosh egdiryapti-da. Oko, bu senin aşı uydaki ançaki sihirgerlik bilen erişken narsangmi? Abla, meni kechirgin Yasavul. Men hepsini xato qo'yibdiman. Nima? Absunni xato o'qib qo'yibdimi? Undaq sen nima uchun yana? Men aniqlayman. Ay, chatoq bo'ldi. yana nim bo'ldi? Nem bo'ladi? Mening ishxonamga qor, yomg'ir yog'di, shu ish. Xatolikning nadigaligini bilmadim. Kelar qatim shunda qilayli Oko. Buni yozda o'ynayli. Men texi Diladin chang dars ugunimi? Amsi men muboqidakman. Bu narsalarni yig'ishtirish menga qapti-da. Sen yig'ishtirarsan, ko'p rahmat. Ey. Bu ko'l
Qara əbləh, uruş tayarlıq qılıb atamsa? Hey! 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 Hey, yavaşrak bolsan olamı ki? Birikə adam, mən ilişini optaraq ögütüşünün çağrısını izləvatdım. Ben ilişip neyimi kılım? Sen benim muhafizatçım tursan. Özünün hünərlərini görsətgən adam, muhafizət qilishning zəruriyeti barmı, yo'q? Bununla kuş gidiyor. Lekin sihirni özgertkili bulmaydı adam. Yanılı menişilç gerekken. Bu xil iş senin muş çırayınğa bap keledi, Lenman. Ben başkalarda çonkur tesir kaldırışı yaxşı görüme, ha? Menimce bu ilişimi ahırlaşıp kaldı. Yaxşı boldu, kel Lenman, kaç teş aşkanı sığı berip. Azrak bir nəsib alaylı. Ha? Kim? Keçirin, avar kıp koydum deyla. Sizge azrak gipim batı. Ha, buludu. Sen... Benim, ben Lokis, ben adillik deyhan. Hey, ben aslida deyhandım. Malayka degen bu tağlık hazret iki zarlıkını veyran kıldı. Malayka, bu mümkün emas. Ras benim, ilimi yaxşı biz kaçıp gettik. O bir sihir bilenla tağdaki doğanını buzuvetti. Kendimizni mi veyran kılıvetti. Hey. Ay, Malayka onda qılmaydı. O özünün sihrini işletip buzğunçılık qılmaydı. Benim, ihtimal sizden soğuk muamelenizi uçurgaçka şunda kığa okşaydı. Get yürgin. Tası kanlaştı odu. Malayka bilen değil ha, bat aradım malı boysunu da. Oy adam, erşi olursa tilep yelem o, ha? Gele erşi olursa azrak bir nimi tilep yavakın, ha? Tilep? Aşk alsam mı sen de kalmadın tilep yemeyme. Adında çataq çıqıpdı. Qarğanda Malayka işlerine oxşaydı. Malayka, o burun seni yaxşı göretti o. Onun arzusu şundaqdı. Əmiz sen bizle bir aşkı yardımlaşma demekçi mi? Ben sizlerine yardımınıza muhtaç, Lenman. Adam, dadamda xiymende əkeldirəmdik yox, sorab baxsanlar. Ben bunun yardımına muhtaç. Ben çakırıp gelsem bulamdı o. Senden ödünüp qalay, hazır çaq-çaqıdığa vakit demez. Hey! Ben sizlerle beni izlevatkalığınlarını uqtu. Oh, seni köygünüm gibi hoş elmen. Taşdağdaki Malayka Hazret felaket yolu qıptı. Malayka, o seni yaxşı göretti o. Sen mi şundaq deysen o? Senin zadı bizi yardım qılma var mı yok? Hele yol başla, adret başlığı. Korkunçluk Ebdah Loks, emmi yavuzluqның başçısı. Ben onu gibi kirmeyme. Lekin Loks'la mening Dilanı qo'liga keltirishimga yordam qila oladi. Men sehrimni ishq silib bularning hammasini asliga keltirma. Malayka, Lokschikinlarning nima ish qilayotganligini ko'ryapman. Men sening yordamching, lekin Loksning askablar ekanligini bilaman. Uni tezroq ko'zini yo'qot. Onu derhal yoktu etişim gerek.
Adang bana boysun de. Hem de benim düğünüm boyunca iş kılsan. Aşığım bizi göz hoşup gider mi ha? Men ahırkı qettim. Şunu aytib qo'yayki, Malayka azaldan mening aşığım emas, hem aşığım bulamaydı. Quzunglar! 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 Tez bol, bombam bilan u olmasdan qo'rqitib qo'y. Olmaydı. Onda kısak o senin peşine düşüdü. Mende çatak yok. Bana işyengin. Kanat, kanat. Çapsan yiyin. Bu sihir naydı caydı oldu. Bunun hemmisi senin kerametin. Sen kim bulursan? İsmim Kalin. Malaykanın yardımcısı bolaman. Bu işler to'g'risida uning naslisi hal bo'lgandan qarang'ishaylik. Oh, sen qaysi so'ngakda o'zing uchib chiqqan bo'lsang, shu yoqqa qayt. Ben senin kerametini, boşçaqlığını bulmaydıqanlığını es qilgandim. Bay sen degan alvasti Malaykanın ışığı məsul buluş gerek. Şundaqmı Kalin? Shundoq. Malayka Lokisning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Bularning hammasi uning diloq bo'lgan muhabbatini bildirdi. Oh, yo'q. Menimcha u bu ishni oxirlashtirsa bo'ladi. Nemin ahırlaştırdı o? Bo'ladi. Men faqat sizlarga so'zlab beray. Men Shoh ordusida muhofizachilar atritining boshlig'i bo'lishdan ilgari Pamparasat shahrida bir necha oy o'rgandim. Shu yerda Malaykani uchratdim. U shu joyda hazratni ta'lim olayotgan. U chog'da u menga xeyli tuzuk yigitdek ko'ringan. Bundaq güzel kızlar sihir kılıngan kiyimlerini giyse taza yarışıdı. Lekin uning sehri ancha kor ekanmidi. Keyin Malayka o'zining sehri kuchini ko'rsatib, ulug' hazratga aylandi. Men uni odatdagi do'st deb biletdim. Hergiz yaqin munosabat o'rnatishni xohlamaydim. Lekin u niyatidan yonmadi. Vaqaning jarayoni mana shundoq. Ba'zi ayollar Malaykaga yiqilishni sharaf deb biladi. Sen meyli xalığın ya ki xalıma senin rəqibin bax. Gel Dila, ben sinirli kütüb atattım. Onu koyuver. Hey! Malayka, Dila'nı derhal koyuver. O benim. Heymen, gepimge kulak sal. Derhal tağdın kep. Siz kep. Ulan düşüm. Malayka, bu işin qamlaşmadı. Neyimiz qamlaşmadı söyümligim. Bu to'g'ri bo'lmadi. Sen meni o'zingni yaxshi ko'rishga majburlayolmaysan. Bu hergiz amalga oshmaydigan ish. Vaqti kelganda sen meni cho'qim yaxshi ko'rsan. Biroq sen fursatni qo'ldan berib qo'yding, Malayka. To'xta. Nima ish bo'ldi? Malayka hazratim, sening vaqting to'shdi. Endi sen va'dangga vafo qilib, menga Dilani qo'lga keltirish haqqi to'la. O nima deyapti? Sen bu ablah qarzlar olib qoldingmi, Malayka? Malayka faqat senini o'ylab, menga haq to'lashni butunlay unutib qopti. Sana zaten nemi gerek, ha?
Senin ruhin gerek ha? Mening ruhi? Nima? Yo'q, bu rost shundaqmi? Sen rostlig'im shundoq olvos bilan sodlashdingmi? Hazır mening xo'jayinim ikkovlarni elib ketadi. Zulmat tegisi, mudhish podshoh tezkal. Sening chaqiring seni kutib turyotidi. Tez! Malayka, men seni depli keldim. Parakende qilishga jur'at qilgan qaysi? Men, Xiyman. Xiyman. Biz oxiri elishadigan bo'ldik-da. Sen kim? Zodi qandoq narsa? Men terrorlikning xo'jayini, ummatning abdi, butun olamdagi insonlarning dushmani. Mening tabiatim yovuzlik. Hay! Bicara ablah, bana tenkilemeyse, ben onun edibini vereyim. Kalma. Sen fakat galiba qilish vaqtini ozroq kechiktirishing mumkin. Yovuzlik sizlarni butunlay halok qiladi. Bu mumkin emas. Uning kuch quvvati menikida qilishmaydi-ki. Ajoyib ish. Sening oq ko'ngilliging mening yovuzligim bilan elishsa, ikkimiz uzungacha kuchsini shalda turishimiz mumkin. Yengilishi belgilash tas. Men oxirigacha elishiman. Men sen bilan vaqtni isrof qilishni xohlamayman. Men Malaykaning menga tava ekanligini jakalayman. Yo'q, uningga chiqilma. Men sana boshqa bir ruhni beray ablah. Hech qanday haqtalab qilmay Malaykaning ruhining o'rnini to'ldira oladigan ruh. Mening ruhim. Colin! Sening ruhingning bundaq o'rinni to'ldira oladiganligini anglab boqmagan. Men Malaykani yaxshi ko'raman. Uning uchun har qanday xatarga, hatto jondan kechishga roziman. Bo'ladi. Men Malaykani qo'yib etaman. Sening ruhingni uning o'rniga dastama. Sana hepsini o'qiyman. Boshqalar uchun qurbon berishni xohlaydigan ruh bo'lsa, u yengilib bo'lmaydigan kuchga aylanadi. Shundaqli mening kuchim g'oyib bo'ladi. Mana bu haqiqiy muhabbatning kuchi. Colin. Malayka. Colin. Mana bu haqiqiy muhabbat. Men aldandım. Lucas. Sana karşı yoksa bulanın hemmisi senin kasaptı. Hemmisi senin kasaptı. Lekin xo'jayim. Ben sen bilen kin hesaplaşıma. Xiyman. Biz yani davamlıq ilişkiz. Hayır hoş. Sen kaçan kelsen ben teyya. Malayka, ikimiz düşmanlıkni dostluk aylandırdık. Rasul işimiz gerek Xiyman. Ya, ben sana nurgun avarcılık tepmedim. Bunu ornu qandaq tolduruşum bilenme. Ha, kerak yo'q. Bana bo'lgan hissiyotingni, sening haqiqiy muhabbatingga erishgan kishiga singdirgin. Ah, Kali. Malaykani qo'ldan berib qo'yib, ko'ngling yerim bo'lib atamdi deyla. Hey, men doim men bilan birga xizmat qiladigan ma'lum kishini bo'lgan sir yaxshi ko'rib qolaman. Rasma, uni men bilmaymanmi? Ohoy. Berika, Lanman. Lanma.
Ağayını da kolu kağını hesap ha. La 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 la. Bugünkü hikoyada Malayka o'zi qilmoqchi bo'lgan ishni jazman qildi, lekin keyin navod ishni xato qilib qo'ysa, aksincha natija olganligini, shundaqla buning o'zi mas'ul bo'lganligini sezdi. Baxtga yarasha Malaykaning nurg'un do'stlari bo'lib, ular Malaykaga g'amxo'rlik qilib, uni qiyin ahvoldan qutuldirib oldi. Hech kim xatolik o'tkazishdan xoli bo'lolmaydi, lekin bilib turib xato ish qilsa, tushuntirish ta'sir bo'ladi, hamon o'z beshiga chiqadi.